Muhammad ustozi eng mashhur gaplari, agar biza jim o'tirib dars qilmasak, bizaga yetadilar, jiyan chambor jim o'tiradi, oldiga borsam nima qilganini hididan bilsa bo'ladi. Muhammad ustozining eng mashhur gaplari, biza xabar qo'ysak, bizda hech narsa yo'q. Sizlarni yengil shamol hali bizni oldini bo'ronlar kutib turibdi. What? Muhammad ustozi eng mashhur gaplari, agar uyga masjid qilmay kelsak, bu esperanxona qishdan chiqib oldi deydilar. Muhammad ustozining eng mashhur gaplari, agar biz bir-birimizni chaqimchilik qilib qo'ysak, ustoz bizga aytadi, "Kazimiro bo'lmalaring" deydi. Muhammad ustozining eng mashhur gaplari, agar biz testda xato ishlab qo'ysak, boshlarni astraylik, ishlaydigan bo'lish mumkin deydilar. Oh my god! Muhammad ustozining mashhur gaplari, biz nimadir bir xato ish qilib qo'ysak, shuni Muhammad ustoz shunday deydiki, Faransa shunday narsaki, ko'rinmaydi, lekin yo'q bo'lsa bilinadi. Muhammad ustozi eng mashhur gaplari, agar bizning testimiz kam chiqsa, bizning guruhimiz A emas, Manchester United chunki ichkarida o'ynaydi. Muhammad ustozining eng mashhur gaplari, biz misollarni xato ishlab qo'ysak, yengil shamol hali bizni oldinda bo'ronlar kutib. Muhammad ustozining eng mashhur gaplari, agar inson to'g'ri ishlasak, birinchi mart, 22-mart to'g'ri ishlaydi. God, please, no! No! Muhammad ustozining eng mashhur gaplari, agar biz xayol surib o'tirsak, o'zlarini jiyaniga o'xshatadilar, uni oldiga borsa, shundan nima ish qilganini biladi. Nice. Muhammad ustozining eng mashhur gaplari, agar testdan kam ishlasam, bu natijaga qanday erishishingni. Muhammad ustozining eng mashhur gaplari, agar misol ishlolmasak, miyang bilan ushib qoldikmi deydi. Yeah, boy. Muhammad ustozining eng mashhur gaplari, bu testdan kam ishlasak, boshingni ehtiyot qil, boshing ichida miya bo'lishi mumkin deydi. Muhammad ustozining eng mashhur gaplari, uyda kitob daftarni olib kelsa, nimaga o'zing olib ketmading deydi. Muhammad ustozining eng mashhur gaplari, bir-birimizga chaqimchilik qilsak, Kazimiro bo'lmalaring deydilar.